Manda o'qishni pishirni cho'p etib cho'nglarning oldiga kelgan maqtab turib yeb ketadi. Ta'mi o'zgacha ham bak yeyishlik. Mush oshxona ichayotgan oshxonamga yangilik taomlarni chiqarsam bo'ldi degan do'stlarimizmi mush xil taomni bir chiqarib beqinglar. O'zgacha ham yangilik taomlarning biri. Avval yangi qo'y go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni mo videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Ko'rib meshakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Har kuni mushunga o'xshash qulay yemishlik bo'lgan taomlarni ichishni o'rgatyapman. Qo'llash ustining inkas rayini g'aqsiz gullarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Qozon azroq may qo'yib may qizgandan keyin go'shtni silib bekroq qo'ritdimizda. Go'sht qo'rilib mushalat ketganda azroq tuz, azroq kavovchunini silib etamiz. Kavovchunini cho'qim silinglar. Mizlik puroq ham tam berdi. Undan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng istamning qizilmish qiyamidan bir qo'shqa atrofi silib etamiz. Cho'ng istamning cho'ngliqi bormish, sayning rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar. Sayning rangiga ta'mi gap ketmaydi. Undan keyin nuqut, yeshil burchaq, azroq qunaq silib bir ishkilashtirayotgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Endi buni bo'sh o'tda 10 minut dumlab pishirib olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorlik so'q say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Eng oxirida tuz ta'min tetib olgandan keyin qizillar, ko'klar, samsaqlarni silib bir ishkilashtirib olgandan keyin oldin pishirib olgan cho'pimizning ustiga qo'yib suyini sal jiqaraq qilib yesanglar ajoyib yeyishlik ta'm tilinglarda qoldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.